Salom qizlar, soat 4 bo'ldi. Hozir bog'chaga ketyapman. Yuzimga bo'lsa SPF 50 ta surib olaman. Uyda yurganimda 25 suraman, ko'chaga chiqsam 50 suraman. Uyda baribir quyosh nurlari baribir hovliga chiqqanda tushadi yoki yuzingiz qurib ketmasligi uchun ajinlar va dog'larni kattalashib ketmasligi uchun SPF ishlatish majburiy. Menda mana shu SPF eng yaxshi ko'rgan SPFim. O'zi uyimga unaqa ko'p narsani olib kelib qo'ya olmayman men. Nima skidkaga chiqsa yoki kim nimaga zarur bo'lsa, mana shu narsani olib kelib ber desa, zakaz qilib beraman asosan. Lekin uyimga bir dunyo korobka narsalar olib kelib tasha olmayman. Unga unchalik pulim yo'q. Zakaz berganlargagina orinmasdan olib kelib bera olaman. Meni yuzim mezza qiladi mana shuni ishlasam. Men bog'chaga ketdim. Hammaga xayrli kech.